Korobkasi remont talabi yoki almashtirish holati kelib qolishi mumkin. Qo'limizda Cherry 7 Pro mashinasidan to'kib olingan variator korobka moyi turibdi. Sizga xizmat haqi olmasdan tekinga ochib tekshirib berishimiz mumkin bo'ladi. Qanchalik e'tibor berish kerak va qancha muddatda almashtirish kerak, minuslari uzoq xizmat qila olmaydi. Nisbatan agressiv harakatlar qilish taqiqlanadi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Moylar haqida qiziqarli, sirli va keyslarga to'liq ma'lumotlar berishda boshladik. Bugungi mavzuyimiz avtomat korobkalarda moylar haqida bo'ladi. Bo'lib ham bilasizlar, tobora ommalashib borayotgan va juda ham nozik bo'lgan, qimmat pulga tushib qolish ehtimoli juda ham yuqori bo'lgan, xizmat muddati ham unaqa ko'p yura olmaydigan bu variator korobka haqida gaplashamiz. Variator korobkani moyini qanchalik e'tibor berish kerak va qancha muddatda almashtirish kerak va undan oldin sizlarga qisqacha variator korobka haqida tushuntirib o'tsam, variator korobka bilasizlar, eng ko'p yaponlar tomonidan ishlab chiqarilgan, Nissan tomonidan taqdim etilgan va ommalashtirilgan. Hozirgi kunda deyarli Xitoy mashinalarida 70-80% variator korobkasi chiqyapti. Variator korobkalarda afzalliklari va ularda minuslari ham bor. Hop, afzalli tomonlari bilasizlar, eng foydali, eng keraklisi bu yoqilg'i tejamkorligi. Misol uchun benzin yoki propan bo'lsangiz, uni sarfi oddiy korobka avtomatlarga nisbatan ancha sezilarli darajada ekonom bo'ladi. Undan tashqari, uni minuslariga ham to'xtaladigan bo'lsak, minuslari uzoq xizmat qila olmaydi. O'rtacha 250 ming, 350 ming kilometrga maksimum yetadi, bo'lmasam o'rtacha 150 ming kilometrda korobka almashtirishga majbur bo'lib qoladigan holatlar bo'ladi. Bugungi sizlarga beradigan mavzuyimiz albatta shuni 150 ming kilometr emas, maksimum 250-350 ming kilometrgacha yetadimi, shunga yetkazish. Xo'p, minuslarini sizga aytdim. Endi variator korobkani ichki tuzilmasini men sodda shaklda tushuntirsam, bilasizlar, oddiy avtomat korobkalar ichi to'la shestrinalardan, juda ham ko'p murakkab shestronkalardan iborat bo'ladi, lekin variator korobkani ichki qismini bilasizlar, asosiy ichki qismi o'tdi shkifga o'xshaydi, lekin u konustumon bo'ladi va u po'lat remen bilan tezlik oshirishni boshlaydi. Va shuning uchun ham biroz oddiy avtomat korobkalarga nisbatan sekinroq tuyuladi va unda ham nisbatan agressiv harakatlar qilish man etiladi, taqiqlanadi. Agar borda shunaqa qilib yurayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Sizni avtomat korobkangiz, ya'ni variator korobkangizni remont talabi yoki almashtirish holati kelib qolishi mumkin. Hop, variator korobka haqida mavzu ochdik. Endi uni qanaqa qilib qarash, qanaqa qilib unga xizmat ko'rsatish va uni moylarini qancha vaqtda almashtirish to'g'risida ham qisqacha sizlarga ma'lumot berishni lozim topdik. Qo'limizda Cherry 7 Pro mashinasidan to'kib olingan variator korobka moyi turibdi. Holati o'rta chiqdi. Buni endi sizga ma'lumot o'raloq ko'rsataylik deb servisimizda endi to'kib olgan har xil probegdagi korobka moylaridan idishlarga abrazis namuna olib qo'yishni boshladik va unga kilometrlarni yozib qo'yapmiz. Qanaqa mashinada, qanaqa kilometrda, qanaqa holatda chiqqanini servisimizga kelgan mijozlar va sizga kondent orqali ham ko'rsatib boramiz. Endi variator korobka moyini sizga aytdim, 45 ming kilometrda keldi, to'kib oldik. Buni holati qoniqarli holatda chiqdi, lekin buni yana ham qoniqarli holatda saqlash uchun, korobkani uzoqroq xizmat qilish uchun variator korobkani o'z zavod tomonidan 25 ming, 35 ming kilometr o'rtasida tekshirib almashtirish tavsiya qilingan. Sababi uning ichida mana filtr, doimiy tozalab turuvchi filtr elementi bor. Filtr elementi juda ham to'lgan holatda chiqdi, abgor holatda chiqdi. Buni hozirlarga mana bitta kameraga yaqinroq olib kelib ko'rsatsam, bu o'zi aslida toza bo'lgan, ichki qismlari ham to'lgan. Bilasizlar, variator korobkani moy tanlashda asosan nimaga e'tibor beramiz? Uni ko'rsatkichi va uni nomlanishi. Variatorda bu yoqda yozib qoldiramiz. CVT Fluid deb ko'p kompaniyalarda moylarda gilamni o'sha betiga yozib chiqarib qo'yishadi. CVT Fluid. Endi uni ham turlari bor. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir sizga aytmoqchi bo'lgan narsamiz, variator korobka moyini tanlashda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi o'sha Gentra yoki Cobalt, undan oldingi haydagan mashinangiz oddiy mexanik korobka yoki oddiy avtomat korobka bo'lgan bo'lishi mumkin. Eng ko'p Dextron Chevrolet bo'lgani uchun Dextron moylar qo'yganmiz. Ular qizil bo'lgan. Rangi qizil bo'lgan, mana ishlagandan keyin qorayib shunaqa holatga keladi. Lekin variator korobka moyi tabiiy
moyni rangiga o'xshaydi. Sarg'ishroq, oqqa yaqinroq bo'ladi, sal suyuqroq bo'ladi. Va buni ham sizni avvalo sizni korobkangiz variatormi, variator emasligini aniqlab olish bilan va uni to'g'ri moy tanlash bilan boshlanadi. Imkoni boricha koreyskiy, yaponskiy yoki germanskiy moylarni tanlasangiz sifati ancha yuqori bo'ladi va mana bunaqa esingizdan chiqib qolgan holatlarda korobkani moyini uzoqroq xizmat qilishiga sababchi bo'lishi mumkin, lekin yana sizga o'sha avvalambor qayta aytaman, 35 ming 45 ming kilometr eng maksimum nuqtasi, norma o'rtacha nuqtasi 25 ming 35 ming kilometr deb aytsa yaxshi bo'ladi. Korobkasining ichida bunaqa filtri bor va bizning obunachilarimizga ajoyib imkoniyat. Kelsangiz servisimizda variator korobka haydayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa kichkina filtrchasi bo'ladi. Biz shuni sizga xizmat haqi olmasdan tekinga ochib tekshirib berishimiz mumkin bo'ladi. Agar buni holati shunaqa rasvo holatda, ya'ni to'lib qolgan holatda chiqsa, demak siz bilan biz bilamizki, yog'ni almashtiradigan vaqt kelibdi. Zudlik bilan almashtiramiz va buni qo'yib berishimiz mumkin. Endi buni xizmatlarini sizlarga zo'r narxda qilib beramiz. Lekin tekshirib berish, misol uchun ochamiz, toza yangidek turgan bo'lsa, aytamiz, hali vaqti bor ekan, bemalol yursiz bo'ladi. Endi bu kimlarga qancha muddat yurganini esdan chiqarib qo'yganlarga yoki qachon almashtirish kerakligini bilmay qolganlarga bu foydali bo'ladi. Shuning uchun sizga shuni aytishni lozim topdik. Xullas, variator korobkalar qaysi mashinalar degan savollar ham bo'lib turadi ko'proq. Eng ko'p bizda ommalashgan mashinalardan bu Cherry modellaridan 7 Pro modellari, Arizo modellari, Jeturda ba'zi bir modellari, undan tashqari Honda Cryder bor, bilasizlar, u ham variator va Nissan'da ba'zi bir turlari va eng ko'p Rossiyadan bizga kelib sotilgan mashina bu Lada mashinalarda ham variator chiqqan, sababi ular Nissan Renault hamkorligida yig'ib chiqarilgan. Xo'p, bugungi videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikringizni yozib qoldirsangiz, xudo xolasa sizni qiziqtirgan savollar, qiziqtirgan qaysidir mavzular bo'lsa, albatta yozib qoldirsangiz, keyingi sonlarda sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ham keyingi videolarda sizlarga manfaatliroq video chiqarishga harakat qilamiz va o'tkazib olmaysiz. Obuna bo'lib qo'yib, bizni chiqarayotgan har xil kontentlarimizni o'tkazib olmaysiz degan umiddaman. Salomat bo'ling, like bosishni esdan chiqmasin.